Yomg'ir yog'di deguncha qo'l oyog'im og'riydi. Shu nimadan? Endi bo'ladi, bunaqa holatlar bo'ladi. Osteoporoz degan narsamiz bor. Osteoporoz nima? Bu demak suyaklarimizda teshikchalarda paydo bo'lishligi. Tasavvur qiling, arisi uchib ketgan aruyani. Ana shu narsa shunaqa osteoporoz holatlari suyaklarimizda yoshimiz ulg'aygan sari ko'payib ketadi. Hamma suyaklarimizda paydo bo'ladi. Endi mana bosim o'zgaradi. Mana hozir magnitni burya deyilyapti-yu. Xuddi shunga o'xshab tabiat o'zini bosimini o'zgartiradi. Ana shu bosim suyaklarimiz ichidagi g'avoylarga ham ta'sir qiladi. Ana o'shaning uchun keyin hamma bo'g'imlarimizga yaqin joylarda suyaklarimizda ko'p g'avoylik. O'rtalarida kam g'avoylik. O'shaning uchun bo'g'imga yaqin joylarda g'avoylik ko'p uchun og'riq o'sha yerlarda ko'payadi. Bu hammasi osteoporoz. Bu endi yoshimizga qarab, ayollarimizda 35 yoshdan keyin boshlaydi g'avoylik paydo bo'lishlik. Erkaklarda 55-60 yoshdan keyin boshlanadi. Mana shu paytlargacha odamlarda ko'proq kalsiyaga boy narsalardan ko'proq iste'mol qilishni tavsiya etamiz. Demak, ichib turish kerak. Bir kunda bir marta bitta tabletkasini kalsiyni ichib tursangiz bo'ldi. Bo'lmasam kalsiyaga bir stakan qatiq iching, bir stakan sut ichib yuring. Mana sizga manba. Uyimizda sigirimiz bor, sag'amiz, sutini ko'chaga olib chiqamiz, sotamiz. Uyda qatig'imiz yo'q. Yo'qmi? Mana hammalaring shuni o'ylab ko'ringlar.